Behroz Uzun. Sarasiyor Ramziddin. Xudo iqbolingni bersin. Sarasiyodan Akamir palvon. Sho'rchidan Diyorbek palvon. Yozmadingmi? Olim, bo'ldimi? Xudo iqbolingni bersin. 100 ming so'm. İki para adam burada. Ya bu öyle. Sen ketmek. Abdamir. Ana şu bolaga bitta azana vaqtiga olib beradi. Ketmay tursin. Ey sport maktab. Ha şu bolaga. Olim yozing. Sarasiyo Elmurod. Uzun Muhammadulloh. Ha? Sho'rchida? Mayli, sho'rchiliklar bilsin-da. Halol, uzunda halol bo'ladi hammasi. Olim yozdingizlar? Xudo iqbolingni bersin. Muhammadulloh. Sarasiyo Muhammad. Uzun Suhrob. Xudo iqbolingni bersin. To'g'ri. Sen tezroq surganingda bir yosh polvonimiz kechib kelibdi va Tojikistondan mehmon ekan qo'yamiz ikkalangni, maylimi? Ikkalangi mana shu yerda olishsa 50 ming so'm puli bor. Xudo iqbolingni. bo'lmadi. Bo'lmadi, surma, bo'lmadi. Qilma, qilma. Qo'yaveryapti. Qachon qo'yang? Bo'ldi. Mana shu Ziyodullohning polvoni ikkalasi yaxshi olishmayapti. Ziyodulloh nomidan 100 ming so'm puli bor ustiga. Ana Ziyodulloh qarang. Tojikiston polvon 50 ming so'm pul berdi. Hozir kechib kelib qo'ydi. Uzundan Abduvohid polvon. Abdurasul polvon Angorda. Ikkalasiga 100 ming so'm puli bor. Yozdingizmi? Hozir. Ikkalang qara. Ikkalang. Yozdirdim mana bu. Angor uzun. Abdurasul Alloh. Uzundan Samardin polvon. Uzundan Firdos polvon. Ikkalasiga katta zoti bor. Xudo qo'yinglar. Hojaga qaraydi ikkalasiga. Hech tomonga bor. Hojaga qaraydi. Hey, nereye kavuşturuyorsun o? Odamı bir kavuşturuyorsun. Yine berle, Hey, nereye kavuşturuyorsun? Behroz sizlardan bekliyorsunuz. Nereye kavuşturuyorsun? Kız, halk nereye kavuşturuyorsun? Bo'lmadi, qo'yaver.
Kurashamiz şöyle. Kurashamiz burchakda odamlarga yaqindirib. Hey, mana palvonni sheriga chiq. Hoji aka, kattalasiniga. Mana palvonni sheriga chiq, bo'lmasa zotini beramiz. Oğlum, yozasan hozir. Yaqqara. Hadi olaman. Hoji aka endi kattalashyapti. Shunga qarab zot qo'yacak. Oliko. Denovdan Umar palvon, Angordan Davlat palvon. Ikkalasiga Hoji aka 200 ming so'm. Yozdir ekan. Yozdir oğlum. Hozir eslatib o'tamiz, Surxondaryo viloyat Uzun tumanida katta kurash bo'lyapti. Bu kurashda hokim sovrinlari bor. Ha, pardadonlar. Ha, o'rtada yigitlar bo'ldi, ancha bo'ldi olishtirmang. O'rtada yosh bolalar. Hoji aka. Hoji aka. O gaplashib chiqartirmang. Bo'ldi, bo'ldi. Qizil belbaq urdi. Yoshlarga Oğlum yozib bor, oğlum yozib bor. G'afar aka, tuman qo'ying aka. Bironta rayon, bironta qog'oz bir-biri bilan tushmasin. Og'ayinlar, mana keyin kechib kelganlar bor. Mana boshida gap bo'ldi. Ajdosgan palvonga hech narsa yo'q. Xush kelibsiz, rahmat aytamiz, bo'ldi. Bu rayonni to'yi. Abi vaqt keladi hozir. Ikki hozir qizil Hojiza Abdulfayz. Denovsina Ayzali palvon. Ikkalasiga yozib bor. Olim. Oğlum. Iltimos sizlardan, atrofdan aralash bo'lmasin. G'afar aka, bitta o'stirlaysiz. Hoji aka, bu ikkalasiga necha pul edi? 100 ming. Ushlab Hoji aka. Chaqiring. Aka, yana qilsa. Menikini qarang. Ya, aka, ushlab qo'ymayapti. Oğlum yozib bor. Sarasiyodan Qodir palvon. Uzundan Abduvaqt palvon.
Bir palas 50 ming so'm puli bor. Olim yo'q. Ziyodulloh, sen faqat chaqirib chiq. Ziyodlar palvoni ko'paygan endi, alishtiramiz. Uzundan Mana Bilol. ziyodlarniki tugadi. Denovdan Hasan, uzundan Bilol. 100 ming so'm puli bor. O'rtaga olishasiz. Yoshlarga javob bering, parda odamlar, ikkalasiga ham javob bering. Ikkalasi o'rtadagi, olishmaydi. Ajrattiring. Standart jelak kiyib chiqinglar, palvonlar. Boshqa jelak. Uzundan Davlat palvon. Denovdan Zayniddin palvon. Bir palas 50 ming so'm puli bor. Yozlaringni. Davlat. Olim. Ayzal, muxlisga qarab hamma qilaversin ular. Mana bu yerga qitti bu yer. Keldingmi? Ha, normal. Siz Denov ha? Sardor! Ya pardaka, bakam qarab turing. Ya Sardor! 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 Sport maktabidan Elmurod palvon bizga kurashga yordam qiladi, halol harom o'rta. Barcha keldi. Tez bo'ling.